Hozir biz hamma joyga shov-shuv bo'layotgan, odamlar wow deyotgan Yangi Toshkent loyihasini 2 yillik bilan tashrif buyurdik. Men sizlarga zo'r yangiliklar aytaman. Maza qilib kuzating sizlar. Xullas, Yangi Toshkent loyihasini ko'rsalaringiz og'zingiz ochilib qoladi. Nimaga deganda, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan loyiha, inson uchun kerakli bo'layotgan hamma sharoitlar bor. Sharoitlar bo'lganda ham full darajada. Metro deysizmi, bog'cha deysizmi, maktab deysizmi, universitet deysizmi, eng asosiysi 45% yashil hudud, ekologik aqlli shahar. Yangi Toshkentda sotuvi boshlangan loyihalardan bittasi Sharq-bahor loyihasi. Hozirgi kunda 90% bitgan, tayyor ta'mirlangan uylarda 9.900.000 boshlang'ich narx bilan auksion orqali sotib olsangiz bo'ladi. Xabarga ochiq deb e'lon qilaman. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy xo'jaligi vaziri o'rinbosari hamda Yangi Toshkent Respublikasi direktori Davronjon Qabuljanovich so'z haqida. Assalomu alaykum. Xullas, Yangi Toshkent yuksalishda davom etadi.